Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Mana o'ruvlarimiz gullab, chaman bo'lib ochilyotibdi. Bugun 9-mart, erta inillardan juda sovuq bo'lar ekan, -7 gacha. Shuning uchun shu gullarni saqlab qolish maqsadida kaliy sulfat sepib qo'yish kerak ekan. Endi kaliy sulfat nima qilib beradi desanglar, o'sha gulini ichidagi shakar miqdorini nisbatan ko'paytirib berib, shuni hisobiga sovuqqa chidamliligi oshar ekan. Hozir endi 10 litr suvga 200 gram kaliy sulfat eritib sepib boramiz. 200 gram kaliy sulfat o'lchab olamiz. 10 litr suvga eritib olamiz 200 gramni. Borini sepish uchun albatta o'zini odam muhofaza qilish kerak. Mana bunaqa maskalar sotiladi hozir. Juda qulay.